o'zi writing yangilandi va bu yangilanish bizga nimalarni ko'rsatadi? Bu yangilanish orqasidan biz birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, demak, writingdagi bu strategiya, ya'ni baholanish va testlar o'zgardimi? Demak, bunda katta ehtimol bilan baholanish ham o'zgaradi. Ya'ni bunga qarab baholash tizimlari va testlarni o'sha qiyin osonligiga qarab ketma-ketligi ham o'zgaradi. Va unga mos approachlar va alohida yangi o'sha standartlar qo'yiladi. Bu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Lekin baribir hammasi eng asosiy o'sha writing yozish bo'limi haqida gap ketyapti. Ya'ni unchalik ham qo'rqinchli emas. Agarda siz o'zingizni o'sha writingingizni yaxshigina rivojlantirib olsangiz, menimcha bu sizga unchalik ham qiyin bo'lmaydi. Lekin essayday emas ekan, anchagina oson menimcha bu narsa. Essay emas, juda oson shaklda berilyapti. Essaydan ko'ra ancha oson. Shuning uchun ham endi bularni hozir noldan hammasini bir boshdan tushunib, iloji boricha nimaga ko'ra qanaqaligini tushunib ketamiz. Bizada endi oldingiga bizada test 1, test 2 bo'lardi. Ya'ni birinchi test va ikkinchi test bo'lardi. Sekin o'sha speakingga o'zgartirish kiritildi-ku, endi bu yerda sekin o'sha writingni ham o'zgartirishdi. Xo'p, endi bizada birinchi savol turida kattalashtirsam yaxshi ko'rinadi. Xo'sh. Demak, topshiriqlarga keladigan bo'lsak, qismlarimiz yana bizga 1 1, 2 va 2 ga bo'lindi. Oldin 1 bilan 2 edi. Endi xuddi speaking bo'linib ketgandek, xuddi speakingning birinchi parti 1 1, 1 2 ga bo'linib ketgandek, bu yerda ham xuddi shunaqa bo'linib ketyapti. Topshiriqning mazmuniga keladigan bo'lsak, bu yerda elektron o'sha xat haqida gap ketyapti. Elektron xat bo'lar ekan va endi shu bo'yicha biz ifodalab beramiz. Elektron xat va taqdim etilgan topshiriqqa javoban paragraf darajasidan uzunroq matn yozish, vaziyatga mos rasmiy yoki norasmiy uslub tanlash talab etiladi. Nomzod ikkita elektron xat yozadi. Lekin endi ikkita yozar ekanmiz sifrga va ketkazilgan vaqt bunga arziydimi, ya'ni vaqtda yetkazsa bo'ladimi deb o'ylashinglar mumkin. Katta ehtimol bilan haqiqatan ham xuddi shunday. Chunki yangilik kiritilgandan keyin o'sha bu narsani o'ylashimiz katta ehtimol bilan albatta tabiiy holat. Endi bu narsadan qo'rqish kerak emas. Ya'ni yangi formatga asoslanadigan bo'lsak, unchalik ham qiyin emas, chunki yangi formatdagi letterlar eskisiga qaraganda anchagina qisqa ekan. Anchagina qisqa yozilishi mumkin ekan bemalol, chunki 50 talik so'z yoziladiganlari ham bor. Ularni hozir bir boshdan tushuntirib beraman sizlarga. Tushunishga ancha menimcha yordam beradi degan umiddaman. Xo'p, hozir kanalga bitta post tashlab qo'yamiz. Tak. Endi ikkita xat bo'lar ekan, ikkita xatni bittasi B1 darajada, bittasi B2 darajada bo'ladi. Ya'ni ikkita xatni siz mana bitta holat beriladi, ikkita holat beriladi. O'sha yangi xatni bu yerda bittasini B1, bittasini B2 darajaga qo'yib yozishingiz kerak bo'lar ekan. Endi topshiriqni tavsifi nimalar qilish kerak ekanligini, tafsilotlar haqida to'liq qiladigan bo'lsak, nomzod topshiriq matnidagi ma'lumotlar asosida do'stiga norasmiy elektron xat yozadi. Ya'ni birinchi bo'lib do'stingizga norasmiy elektron xat yozar ekansiz. Oldin biz xat olardik va bu xatni to'g'ri keladigan joylarini qirardik-da. Ya'ni bu bizga rasmiy bo'ladimi, norasmiy bo'ladimi, shu narsa bo'yicha birinchi fikr yuritilardi. Endi bizda yangisida bu narsaga sal o'zgarish kiritilyapti. Ya'ni bittasi o'z-o'zidan norasmiy bo'lyapti. Ikkinchisi esa nomzod topshiriq shartida keltirilgan elektron xat muallifiga rasmiy uslubda, demak, elektron javob xati yozadi. Qarang, birinchisida norasmiy, ikkinchisida rasmiy. Oldin biz o'zimiz tanlardik, rasmiy bo'ladimi, norasmiy bo'ladimi o'zimiz tanlardik. Endi bu yerda ikkala tomondan ham sizni yoza olish qobiliyatlaringiz tekshirilyapti-da. Rasmiy ham bor, norasmiy ham bor. Demak, mana shunaqa tomondan ifodalab berilayotgan ekan. Xo'p, ovoz yaxshimi? Bitta kommentariyada yozib beringlar-chi. Ovoz yaxshimi? Ovoz qotmayaptimi? Zo'ra, okey, bo'ldi, davom etamiz. Demak, tushundinglar. Bittasi norasmiy, bittasi rasmiy bo'lar ekan. Demak, topshiriqni sharti qanaqa bo'ladi? Yozma har bir elektron xatdan oldin qisqa yo'riqnoma, ya'ni rubrika beriladi. Oldinga qaraganda, ya'ni birdan qo'rqib yangi ekan, qanaqa ekan deb o'ylamanglar. Baribir hammasining yo'riqnomasi bo'ladi. Bunga sekin-sekin o'rganib olasizlar, xuddi speaking kabi. Unda xatning mo'ljallangan o'quvchisi va maqsadi tushuntiriladi. Ya'ni
u xatni kim o'qiydi va u xatda siz nimalarni yoritib, nimalarni berishingiz kerak. Demak, mana shu haqida ham ma'lumotlar berilar ekan. Endi keyingi qismda aytyaptiki, javob demak matni necha qator va qancha bo'lishi kerak. Oldin bizada yozishimiz kerak bo'lgan letr kamida 150 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak edi. Lekin hozirgisi endi birinchisi, demak, norasmiy do'stingizga yozadiganingiz 50 ta so'z bo'larkan, rasmiyingiz 120, 150 ta so'z bo'larkan. Ya'ni norasmiyni уже kamgina 50 ta so'z yozasiz, bu уже uncha ko'p bo'lmaydi ham. Taxminan bir 4-5 qator bo'larkan. 50 ta so'z bo'lsa, demak, uncha ko'p bo'lmaydi. Shuning uchun ham shu haqida gap ketyapti. Baholash mezoni esa har bir topshiriq uchun alohida topshiriqqa asoslangan umumiy xolislik, o'sha holistik baholash shkalalari qo'llanilar ekan. Ya'ni o'zini baholash shkalalari bor. Har bir ball darajasida kutilgan natija tasvirlanadi. Quyidagi mezonlar baholanadi. Topshiriqni bajarilishi, ya'ni qanaqa bajarilgan, 100% so'ralgan narsalari yopib berilganmi? Ya'ni oddiy til bilan tushuntirganda, ya'ni siz tog'dan bog'dan yozmaganmisiz? Aynan ular sizdan talab qilgan narsalarni demak ifodalab berganmisiz? Xuddi shu narsa birinchi o'rinda bizada so'ralar ekan. Va keyingisi grammatik strukturalar. Oldingidek, demak, grammatik turfa xillik, grammatik tomondan demak yaxshi ifodalay olishlik va grammatikasiga e'tiborli bo'lish, demak, bizda e'tibor qaratish tavsiya qilinar ekan. Bu bizada e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan ikkinchi eng asosiy tomonlardan biri hisoblanadi. Xo'p, demak, keyingi baholash tizimi esa so'z boyligi, ya'ni vokabulari doimgidek. Demak, siz lug'atga e'tiborli bo'lishingiz kerak va bu har doimgidek o'sha lug'at bu yangilik emas. Ya'ni buni manimcha to'xtalib o'tishimiz shart emas. Keyingisi esa matn yaxlitligi va bog'lanish. Ya'ni matn yaxlitligi degani siz uzoqdan olib kelib o'tirmaysiz. Chunki qarang, mana qarang, 250 ta so'z emasda bu yerda yoki 150 ta so'z, 50 ta so'z emas. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, demak, siz bermoqchi bo'lgan ma'lumotlaringizni ifodalashlik uchun, demak, unchalik ham bir chuqurlashib uzoqdan olib ketishingiz shart emas. Uzoqdan olib kelishingiz shart emas. Demak, u narsani siz yoritib bermoqchi bo'lsangiz, demak, yaxshigina yoritib berishini xohlasangiz, demak, bor o'sha konkret fikrlar bilan birgalikda ifodalab ketishingiz, yoritib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni unda hech qanaqa bir qiyinchilik bo'lmaydi. Keyingisi esa punktuatsiya va imlo. Demak, punktuatsiya va imlo bu juda ahamiyatli narsa. Hattoki vergulni ham ishlatmaslik qoidalari bor. Shu joylarga e'tibor qaratsanglar, уже bu narsa ham baholash tizimida yangilik emas, unchalik ham qiyin bo'lmaydi tushunish uchun. Demak, bular tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi esa bizda task 2. Task 2da berilgan topshiriq asosida, paragraf darajasida uzunroq matn yozish talab qilinar ekan. Endi bunda uzunroq matn yoziladi. Buni darajasi C1 darajada bo'lar ekan. Endi buni nima qilishimiz kerak? Bunda bizada umumiy qiziqish ma'nosi bo'lar ekan. Xo'p, nomzod umumiy qiziqish uyg'otuvchi mavzu bo'yicha onlayn nashr uchun informatsion matn, ya'ni blog post yoki forumdagi muhokama posti yoki jurnal maqolasi yozadi. Ya'ni maqola yozar ekansiz, uncha qiyin emas. Maqola deganda men jurnalistmanmi deb o'ylamanglar. Albatta, bu o'zingizning darajangiz bilan munosib hisoblanadi baribir. Ya'ni sizdan unchalik ham professionallik kutilmaydi. Prosta demak, bunga tiniq va aniq qarash kerak. Xo'p, bulardan tashqari, demak, yozma, bu yerda ham topshiriq matni, kontekst va topshiriqning janrini aniqlab berar ekan. Unda muhokama qilinishi kerak bo'lgan bayonot yoki savol bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda katta ehtimol bilan o'sha bayonot qilish kerak bo'ladi yoki muhokama qilish kerak bo'ladi. Shu haqida gap ketadi. Unchalik ham qiyin bo'lmaydi lekin. E'tibor bilan qarasangiz, o'zi tushunishingiz, ma'lumotlar bilan birgalikda ifodalashingiz anchagina oson va oddiy tarzda ifodalab ketilaveradi. Xo'p, bulardan tashqari, demak, bizada yana nima bor? Topshiriqda beriladigan so'zlar soni qancha bo'lishi kerak? 180, 200 so'z o'rtacha bizada taqdim qilinishi kerak bo'lar ekan. Ya'ni 180 yoki 200 so'z. 180, 200 so'z jan unchalik qiyin bo'lmaydi. Ya'ni oldingi testdan ko'ra anchagina oson. Ya'ni oldingiga qaraganda anchagina oson. Faqat biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan joyi, demak, mana shu so'zdan kam bo'lib qolmasligi kerak. Kamida shuncha. Lekin ko'proq yozsangiz ham bo'ladi. Ya'ni точно buncha bo'lishi kerak degan narsa hech qayerda mavjud emas. Xo'p, bitta kommentariyda yozib yuboringlar-chi, ovoz yaxshimi? Ovoz yaxshimi? Kimda ovoz tiniq bo'lsa, kommentariyda tiniq yozib yuboringlar-chi. Yaxshi, zo'r, yaxshi. Aha.
bo'ldi demak davom etsak bo'ladi o'sha joyida ekan. Aha, bo'ldi. Xo'p, demak davom etamiz. Endi tushundinglar, baholash tizimi qanaqa bo'ladi? Demak bizada endi bu narsani baribir 100 marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi. Xo'p, demak birinchi bo'lib bizada part 1 berilyapti. You are a member of fitness club. You've received an email from the manager of the club. Demak siz fitness klubini a'zosi ekansiz va siz o'sha menejer, mana shu klubni menejerdan xat olibsiz. Demak bu yerda qarang, dear member, demak qadrli member, qadrli a'zo, I'm sorry to inform you that the fitness center is closing for a month from next Monday. Demak bu yerda aytyaptiki, mana demak kechirasiz va ya'ni ming bor uzr. Ya'ni bu narsani lekin siz bilan sizni xabardor qilishim kerak. Fitness centerimiz for a month, ya'ni o'sha keyingi dushanbadan bir oyga yopilyapti. The building needs some repairs and we also plan to install some new equipment. Yeah? Buildingimizga, ya'ni o'sha centrimizga birozgina demak qayta ishlash kerak, ya'ni birozgina yaxshilash kerak deyapti. E'tibor bering, yaxshilash kerak bu buildingni, ya'ni o'sha birozgina remont qilinishi kerak va biz biroz yangi equipmentlarni joylashtirmoqchimiz, ya'ni yangi qanaqadir narsalar olib kelib joylashtirmoqchimiz deyapti. Xo'p, endi yangi narsa joylashtirmoqchi va biroz repairing kerak, okay? What else do you think should be changed? Yes? Yana nima narsa o'zgartirilishi kerak deb o'ylaysiz degan savol berilyapti. Bu narsani ham zo'r beryapti. Tushunish uchun mantiqiga qaraysiz endi buni ham. Hozir endi ekran bilan bog'liq muammoyimiz bor deyapsizlar. Ekran tushunarli bo'lishi uchun men sizlarga hozir rasm holatida tashlab qo'yaman, okay? Tak, rasm holatida tashlab qo'yamiz. E'tiborli bo'linglar. Qaranglar kanalga. Rasmni tashlab qo'ydim. Example qara. Demak, va yana mana what else do you think should be changed? Yana nima o'zgartirilishi kerak deb o'ylaysiz? Kattalashtirdim, bu yaxshi ko'rinish uchun. Demak, va yana nima o'zgartirilishi kerak deb o'ylaysiz deyapti. What else? Mana, demak, what else should be What else do you think should be changed? Va yana nima o'zgartirilishi kerak? Ya'ni sizni fikringizni so'rayapti ekan. As a center will not be operating for a month. Ya'ni bir oyga center yuritilmasligi sababli what kind of alternative activities should we organize in the meantime? Ya'ni o'rtada bo'ladigan o'sha bir oylik davrda biz qanaqa activitylarni qilsak bo'ladi? Qanaqa demak activitylarni demak yo'lga qo'ysak bo'ladi degan ma'lumotni savoli beryapti. Juda qiziq savol va juda zo'r ma'lumotlar bilan birgalikda ifodalab berilyapti. Mantiq bilan ishlasangiz tushunish ancha oson bo'ladi, doimgidek. Endi qaranglar, bizda alternativ demak activitylarni so'rayapti va nimalarni o'zgartirish kerakligini so'rayapti. Xo'p, davomida we appreciate your opinion very much. Ya'ni biz sizni fikringizni juda ham qo'llab-quvvatlaymiz. Demak, manager, qadrli manager yozyapti. Endi siz qilishingiz kerak, birinchi test 1 write a letter to your friend. Do'stingizga xat yozing. Endi bu xat rasmiy bo'ladimi, norasmiymi? Kommentariyada yozinglar-chi. Do'stingizga yozishingiz kerak bo'lgandan keyin endi bu rasmiy bo'ladimi yoki norasmiy? Xo'sh. Yes, endi bu yerda mantiq jihatdan qarasangiz ham, demak, agarda bu narsa bizada do'stimizga yozilishi kerak bo'lsa, endi bu bizada informal bo'ladi. Informal qilib yozasizlar, tushunarli? Ya'ni bu yerda biz informal letter yozamiz. Informal. Informal uncha qiyin bo'lmaydi. O'sha do'stingizga nisbatan yozasiz, ham 50 ta so'z edi-ku, 50 ta so'z bo'lgani uchun ham yozish uchun uncha qiyin bo'lmaydi. Who is also a member of the club. Demak, shu narsani yodda tutingki, mana shu klubni a'zosi bo'lgan do'stingizga norasmiy xat yozishingiz kerak. Write about your feelings, o'zingizni nima his qilayotganligingiz haqida yozing va what do you think the club management should do about the situation. Va klub menejmenti sizni fikringizcha bu situatsiyada nima qilish kerak? Shu o'zingizni fikringizni ham yozing. Demak, feelinglaringizni
nimani his qilayotganligingizni va demak o'sha menejment boshqaruv o'sha klub menejmenti bu holatda nima qilishi kerak ekanligi haqida gap ketyapti, nima qilish kerak degan fikrdasiz va mana shu joyni ifodalab berishingiz kerak. Endi biza buni yoritib berishimiz uchun mantiqqa e'tiborli bo'ling. Write about demak taxminan 50 ta so'z yozing. 50 tadan sal ko'payib ketib, masalan 60-70 ta bo'lsa ham bo'laveradi, lekin juda ham oshib ketmasin. Sababi juda cho'zib yuborsanglar mantiqdan chiqib ketasizlar yoki miyada bor ideyani berib qo'yasizda, keyin o'sha bu mavzuda ikkinchi yozishingiz kerak-ku, ikkinchisiga yetarlicha ideya bo'lmay qoladi ekan. Shuning uchun ham juda ko'p yozib yubormaslikka harakat qilganingiz ma'qul. Xo'p, keyingisi bizda demak task 2. Task 2 uncha qiyin bo'lmaydi. Demak bunda nima qilishimiz kerak? Xo'p, task 2da write a letter to the manager. Endi bunda menejerga xat yozishingiz kerak. Menejerga yozsangiz endi bu rasmiy bo'ladimi, norasmiymi? Menejerga yozadiganimiz qanaqa bo'ladi dedik? Menejerga yozsak, aha, yes, menejerga yozsak katta ehtimol bilan bu formal bo'ladi, ya'ni rasmiy bo'ladi. Demak, menejerga biza rasmiy xat yozamiz. Demak, rasmiy xat yozishimiz kerak ekan. Bu yerda ham feelinglar haqida what you think the club management should do about the situation. Ya'ni savoli bir xil ekan. Ya'ni feelinglaringiz haqida va bu holatda situatsiya, bu bunaqa situatsiyada demak o'sha klubni egalari nima qilish kerak degan fikrdasiz. 120 150 ta so'z yozing. Yangi qarang, sizga bitta holat berilar ekan. Endi oddiy mantiq bilan sizlarga o'zbekcha tushuntirib beraman. Tak. Oddiy tilda aytganda sizga bitta vaziyat berilyapti. Shunaqa narsa bo'lyapti. Demak, klub yopilyapti bir oyga. Demak, ta'mirlanishi kerak va yangiliklar qilishmoqchi. Xo'p, endi bu yerda yana nima ahamiyatga olinishi kerak? Demak, ular yopmoqchi va yangiliklar qilmoqchi. Yopmoqchi va yangiliklar qilmoqchi bo'lgan holatda endi siz mana shu holatni o'zingiz tasavvur qilib, shunga qarab yozishingiz kerak. Birinchi letterni xuddi shu joyni, demak, a'zosi bo'lgan bitta, demak, o'rtog'ingizga yozasiz. Bunda informal bo'ladi. Ikkinchi letterni xuddi shu yerni menejeriga yozasiz. Bu formal bo'ladi. Chunki o'zim rasmiylarga, mas'ullarga yozilgan letterlar formal bo'ladi. Endi bizda bu yerda maqsad nima? Maqsad formal va informal yoza olish qobiliyatingizni sinash, ya'ni yoza olasizmi, ifodalab bera olasizmi, mana shu narsani sinash. Bizani demak bu yerda berilayotgan letterimizni, sizga berilayotgan savolimizni eng asosiy tomoni hisoblanilar ekan. Shuning uchun ham bu yerda e'tiborli bo'lib, diqqatli bo'lib, qanaqa ishlatilinadi, nima ahamiyatli bo'lib qarab ketilinishi kerak, tushunib olsanglar o'sha imtihonda qiyin bo'lmaydi. Ikkita narsani beryapti. Demak, bitta mavzuga aloqador bo'lgan ikkita testni ifodalab berishingiz kerak. Ya'ni bittasida 50 ta so'z, bittasida 150 ta so'z. Xo'p, o'zi bitta oldingi testda umumiy bitta qilardim-da 150 ta yozardim. Bu qiyin ekan deb o'ylamanglar, chunki bu ikkita bo'lgani hisobiga bizani essayimiz nisbatan osonlashdi. Ya'ni bu ikkita bo'lgani hisobiga essayda yozishingiz kerak bo'lgan so'zlarning soni nisbatan kamaydi. Bu narsani ham to'g'ri tushunish kerak. Tak, endi pastga tushamiz va sizlarga endi part 2ni tushuntiraman. You are participating in the online discussion for language learners. Demaysiz, o'sha til o'rganuvchilar bilan, til o'rganuvchilar uchun onlayn debatga qatnashayotgan ekansiz. O'sha qanaqadir debatga, yes. The question is, it's better to live in a big city or small town. Qaranglar, xuddi oldingidek faqat debatga qatnashyapsiz. Xuddi mana letterda sizga vaziyat berib qo'yadi-ku, o'sha vaziyatda o'zingiz his qilib yozishingiz kerak. Xuddi shundayda bu yerda ham vaziyat berar ekanda, o'shanda o'zingiz his qilib yozishingiz kerak ekan. Bu yerda ham zo'r beryapti. Xo'p, qog'ozga yozamizmi, kompyuterga ham bu narsani yana tushuntiraman. E'tibor beringlar. Ko'pchilik shu chalg'ayapti-da, buni ham tushuntiraman. It's better to live in a big city or small town. Demak, kichkina shaharchada yashagan yaxshimi yoki katta shahardami? Nimaga o'xshab ketyapti? Xuddi speakingga o'xshayapti, to'g'rimi? Speakingni part 3si bor-ku, xuddi o'shanga o'xshayapti. Oldin sizlarga aytardim-ku, speakingni part 3si advantage, disadvantage essayimizga o'xshaydi deb. Endi xuddi shu narsa mana haqiqiy writingga ko'chdida. Nimadir biz discuss qilishimiz kerak ekan. Demak, online discussion ekan bu, o'sha til o'rganuvchilar uchun va bu yerda katta shaharda yashash yaxshimi yoki kichkina shaharchada, shular bo'yicha o'zingizni shaxsiy fikringizni demak yozib berishingiz kerak bo'lar ekan. Kerakli reasonlar va examplelar bilan birgalikda yoritib, uzoq bilan 180 200 ta so'z bilan birgalikda yozish kerak. Umuman olganda, ya'ni bu qiyin emas-da sizlar uchun, chunki ko'pchilik hozir qiyin deb o'ylayapti. Endi qaranglar, birinchi demak testda siz 50 ta so'z yozishingiz kerak.
ikkinchi testda Bryuzelita so'z yozishingiz kerak, to'g'rimi? Bryuzelita. Tak. 150 ta so'z yozishingiz kerak. Tak, okey. Demak, 150 va maksimal baribir 150 da. Bu yerda 180, 200 mayli, maksimal 200 bo'lsa, 200 bo'lsa, umumiy nechta so'z bo'lyapti? 200 200, demak 400 bo'lyapti, to'g'rimi? Umumiy 400 ta so'z yozishingiz kerak bo'lyapti. Oldingi multi-level formatida bo'lsa, unchalik qiyin emas. Buni baholash agentligi ham xuddi shunaqa qilib hisoblab aytibdi. Ya'ni oldingi formatda 150 ta berilardi. Plus unga 250 ta, to'g'rimi? Kamida 250 ta so'z bo'lsin deb aytardi. Qo'shganingizda bu ham 400 ta chiqyaptimi? Qiyin emasmi? Ya'ni qaysidir ko'p, qaysidir oz emas. Ya'ni bu ikkalasi ham deyarli bir xil. Mana shu joyni iloji boricha e'tiborli bo'lish va qarab ketishingiz zarur. Demak, bizada baholashda bu narsaning ko'pligi, kamligi deyarli o'zgargani yo'q. Biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan yagona joyi, ya'ni so'zlar kam, so'zlar ko'p degan joyi ham yo'qda. E'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan joyi yangi format qiyin ekan degan narsani miyangizga singdirib olmang. Naprotiv, spikingni osonlashib ketyapti-da. Xuddi spikingni yozma holatida, spikingga mana yozma tayyorgarlik qilib yurganlar uchun juda ham zo'r imkoniyat bo'ldi. Chunki ular уже bunaqa reytingini уже oshirib bo'lganda ular. Shuning. Demak, iloji boricha bu joyda diqqatli bo'lib, yangiliklarni iloji boricha e'tiborli bo'lib harakat qilishimiz kerak ekan. Xo'p, endi bu narsa qachondan bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Diqqatli bo'ling. 2025-yil oktyabr oyidan boshlab chet tilini bilish darajasini baholash bo'yicha ko'p darajali multi-level tizimni yozish bo'limi formati baholash mezonlari yangilash rejalashtirilmoqda. Ya'ni bu narsa hozir rejalashtirilyapti. Ya'ni bu narsa bo'lish ehtimoli bor, katta ehtimol bilan. Lekin hali qaranglar, rasman qaror chiqdi degan narsa yo'qda. Yangi format bo'yicha aprobatsiya o'tkaziladi avgust oyida. Ya'ni bitta sinab ko'rish avgust oyida bo'lar ekan. Ya'ni buni men tushundim. Avgust oyida bitta misol qilib sinab ko'rishadi menimcha. Endi bu narsa yangilik bo'lsa qanaqa bo'ladi, borganda qanaqa yozaman, qanaqa topshiraman deb o'ylamanglar. Bunga hali ancha namunalar chiqadi. Hali bu qaror bugun e'lon qilindi-ku. Bunga hali ancha namunalar chiqadi. Keyin bu reytingni kompyuterda yozishim kerakmi deb ko'pchilik savol beryapti. Yo'q, kompyuterda yozmaysiz. Xuddi oldindagidek varaqda, oddiy varaqda, paperda yozasiz. Kompyuter bilan ko'pchilik adashtirdi, chunki bu narsa ham bugun e'lon qilindi. Computer based IELTS and paper based IELTS bekor qilindi va CD bo'ldi hammasi. Computer based IELTS bo'ldi. Shu CD bo'lgan. Bu IELTSga tegishli, bizga multi-levelga tegishli emas. Multi-levelga tegishli bo'lgani o'sha reytingdagi o'zgarishlar. O'zi reytingni yangilash kerak edi-da, chunki ko'pchilik essayda qiynalayotgandi. Sizlar uchun zo'r imkoniyat bo'ldi deb tayyorlanib zo'r topshirib olsanglar bo'ladi. Sentyabr mana oktyabrda topshiruvchilarga katta ehtimol bilan uncha qiyin qilib bermaydi va ballarni baholashda ham hali hamma uchun yangilik bo'lgani uchun unchalik ham bir nima desam qattiqqo'llik bilan baholanmasa kerak degan fikrdaman, chunki hali yangi-ku. Shuning uchun ham endi o'rganishadi. Endi mana baholash bu narsalar bo'yicha yangiliklar endi e'lon qilinadi. Shuni hisobga oladigan bo'lsangiz, sizlar unchalik ham bir qo'rqmasligingiz kerak. Prosta nima sizni kutyapti, shu narsani misol qilib tushunib oling. Degan sizga bitta vaziyat berilyapti-da, u narsaga ikkita testlar yozishingiz kerak. Bittasini xuddi o'sha mavzuni do'stingizga, bittasini xuddi o'sha mavzuni menejerga yozasiz. Endi keyingisi xuddi discussion mavzusida oddiygina speakingni parse deb berilyapti. Bu narsada bir-biriga solishtirib, ifodalab yoritib berasiz. Bu narsa ham uncha qiyin bo'lmaydi. Diqqatli bo'lib, nimaga ko'ra qanday ishlatilishi mumkin ekanligini iloji boricha e'tiborli bo'lib qarasangiz, уже bu tushunishga unchalik ham bir qiyin bo'lmaydi. Ya'ni asosiy e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan eng o'sha dolzarb tomoni mana shuda. Diqqatli bo'linsa, tushunish va o'rganish siz uchun unchalik ham qiyin bo'lmaydi. Xo'p, bu narsa tushunarli bo'ldi. Endi hozir bu yangi format va yangi formatdagi o'zgarishlar ko'pchilik uchun qiyin tuyulishi mumkin. Ya'ni boshida hali essay turlari qanaqa bo'ladi, nimaga ko'ra beriladi, qanday bo'ladi, bu narsani tushunmasligingiz mumkin. Chunki bu narsa haqida yangi format bo'yicha hozir mana ekranda ko'rib turganinglar va hamma kanalda mana shu narsada, ya'ni hamma kanalda hozir bor bo'lgan yagona narsa mana shu narsa.
Endi bu narsa e'tiborli bo'ling. Baholashda, masalan, bizada maksimal haliyam 75ligicha qoladi katta ehtimol bilan, chunki o'sha boshqa skillni ham o'zgarib ketishga majbur bo'ladi-da, agar 75 bo'lmasa. 75 bo'lishi aniq bo'lyapti katta ehtimol bilan. Demak, maksimal ball 75 bo'lsa, 75 dan taxminan test qilishingiz uchun, demak, oldin bizga 50 ballni test kuchi berardi. Endi shuni kamaytiradigan bo'lsak, taxminan masalan o'sha 75 dan 10-12 ballini test qilishingiz beradi. Taxminan 20-25, demak 10-15 ballni test qilib beradi. Taxminan 20-25 ballni test kuchi beradi. Qolgan deyarli shu 30-35 ballni test 2 berishi, ya'ni test kuchi berishi hozircha menimcha shunaqa baholanadi. Chunki baholash hali uncha berilganligi yo'q. Baholashni ko'rib turganinglardek bir-biriga bog'langanligi, grammatikasi, vokabulyarida doimiy narsani bergan. Ya'ni точно nimaga qarab baholanadi, necha ball bo'ladi, bu haqida to'liq ma'lumot yo'q. Hammasi shaxsiy hisob-kitobga qarabdi. Ya'ni bizada bitta o'zgargan joyi test kuchimiz 2 ga bo'linib, test qilinamiz, mana qaranglar, mana bu yerga to'liq tushuntiring. Demak, o'zgargan joylarni umumiylashtirsak, test qilinib bizada 2 ga bo'linib ketdi, 1 va 2 ga. Xuddi speakingda bo'linib ketdi-ku, mana speakingda ham bizada bo'linib ketgandi. Demak, speakingda ham bo'linib ketgandi, 1 u 1 va 1 u 2 ga bo'linib ketgandi. Xuddi shu narsa endi writingda ham bo'lyapti-da. Ya'ni bu unchalik bu qo'rqinchli narsa emas. Xuddi shu narsa writingda ham bo'lyapti. Va test kuchimiz bizada test kuchi bo'lsa, tak, test bu 1 edi. Bu 2 bo'lsa test kuchimiz bizada o'zligicha qolyapti. Faqat xuddi debatdek bo'lyapti-da, debatdek bizada berilyapti. Hozircha bizada bor ma'lumot shu. Xuddi debatdek, ya'ni bitta ma'lumot berilyapti, bu yaxshimi, u yaxshimi degan narsa berilibdi. Demak, qanaqadir mavzuda biza o'zimiz debat yozishimiz kerak. Bu katta ehtimol bilan hozir ko'p uchraydigan dolzarb mavzular va men sizlarga bitta zo'r narsa, menimcha shu narsa menimcha bo'ladi. O'sha part 3 bor-ku, speakingdagi part 3 ni savollaridan tushadi katta ehtimol bilan. O'sha mavzulardan ko'proq tayyorlanib boravsanglar, menimcha o'sha bir-biriga tushsa kerak. Xo'p, keyingisi, demak bizada ikkita yozilsa, bittasi informal bo'lyapti ekan, demak bittasi formal bo'lyapti ekan. Demak, bittasi informal, bittasi formal bo'lyapti test qilinadi. Demak, mana shu hozircha bizada bo'layotgan yangi ma'lumotlar. Demak, bizada hozir asosiy ma'lumot bilan o'sha qarayotgan bo'lsangiz, asosiy bizada 3 ta writing yozish kerak bo'lyapti, 3 ta. Va mana shu 3 ta bilan birgalikda ifodalar bizning umumiy ballimiz chiqarib berilar ekan. Endi bizada doimiy o'sha versiyada, doimiy holatda qancha bo'lgan va bundan keyin o'zi qancha o'zgarish bo'lyapti, bular bo'yicha yangiliklarda hozircha mana shu narsalar, mana shu ma'lumotlar bor. Endi iloji boricha siz hozirdan rivojlanib, iloji boricha bu narsa bo'yicha yangilikni baribir qo'yib ketishingiz kerak. Chunki bu narsa qiyin emas, faqatgina demak to'g'ri tayyorgarlik qila olsak, nasib bo'lsa uncha qiyin bo'lmaydigan umiddaman. Bitta misol tariqasida o'zi chiqarishibdi. Misol yozilganini chiqarishibdi, o'shani ko'rib chiqamizmi? Shuni ham ko'rib chiqsak, men tushuntirib beraman, okey. Tak, endi bitta savolga qaytaylik-da. Letter yozganingizda nimani ifodalab berishingiz kerak? Ya'ni nimani yozasiz? Oddiy til bilan tushuntirganda. Birinchi bo'lib bizning istalgan letterimiz har doimgidek o'sha salom salomdan boshlanadi. Buni bilasiz. Demak, boshida o'sha har doimgidek o'zingiz o'sha kirish qismingiz bo'ladi. Kirish qismidan boshlaysiz. Lekin uzoqdan olib kelmaymiz ekan, endi konkret beramiz va keyin nima bo'ladi? Birinchi feelinglaringizni ifodalab berasiz. Demak, o'zingizni feelinglaringizni ifodalang deyapti. Keyin esa o'zi mana bu yerdan tushuntirsam bo'ladi. Demak,
Birinchi bo'lib what should be changed. Demak, yana nimani o'zgartirishimiz kerak degan fikrdasiz. Katta ehtimol bilan mana shuni o'zi, mana endi oldin sizlar yozardinglar-ku mana bo'limlarga bo'lib, masalan, bitta paragraf, ikkita paragraf, uchta paragraf. Oldin masalan letter berilganda, biz uni paragraflarga bo'lib yozgan paytimizda o'sha pastdagi bullet pointlarga qarab yozardik. Endi u narsa yo'q-ku. Endi bu yerda mana bunga qarab yozasiz. Ya'ni biz ketgan vaqtimizda o'sha yo'q bo'lishi kerak degan rangni o'zgartiring, tushunishga oson bo'ladi. Demak, biz o'sha yo'q bo'lganda va o'sha remont bo'layotgandan foydalanib, yana nima o'zgartirishimiz kerak? Demak, bu katta ehtimol bilan siz yoritib berishingiz kerak bo'lgan bitta paragraf va keyingisi va o'sha bir oylik yopilish vaqtida demak qanaqa alternativ aktivitelar bor deyapti, ya'ni o'rniga yana nimalardan shug'ullanish mumkin. Endi bu siz yoritib berishingiz kerak bo'lgan ikkinchi qism bo'ladi va o'sha sizni ma'lumotlaringizni so'rayapti-da katta ehtimol bilan. Va qaranglar, mana bu yerda sizlarni ikkalasida ham nimalarni so'radi? Your feelings. Ya'ni bu narsa sizga yoqdimi, yoqmadimi? O'sha masalan rivojlanayotganligi, o'zgartirilayotganligi, demak o'sha renovate qilinayotganligi sizga yoqdimi, yoqmadimi? Demak, mana shu haqida o'zingizni birozgina demak nima desam, fikringizni bildirasiz. Mana shu uchinchisi bo'ladi. Ya'ni 3 ta beriladigan bo'lsa, birinchi bo'lib o'zingizni fikrlaringizni, o'sha feeling, nimani his qilyapsiz, o'zi oldingilarda ham nimani his qilyapsiz, qanaqa holatlar bo'lyapti sizda deb ko'pincha savol berilardi. Bu yerda ham xuddi shunday savol berib o'tilmoqda. Iloji boricha o'sha mantiqga tushunsanglar, tanlash siz uchun shunchalik oson bo'ladi. Prosta mantiqni to'g'ri tushunishimiz, iloji boricha nimadan kelib chiqayotganligini bilishimiz va birozgina shoshmasligimiz kerak. Chunki bunga hali aniq bizada ma'lumotlar ham chiqadi, tayyor yozilganlari ham chiqadi. Xo'sh, informalda speakingda ishlatadigan feelinglarni ishlatsa bo'ladimi frazalar bilan? Writingda bo'ladiganlarni ishlatasizda, ya'ni juda ham slanglarni ishlatib yormang yana. Writingda bo'ladiganlarni ishlatsangiz bo'ladi. Writingda bo'ladiganlarni ishlatamiz. Tushundinglar? Endi kelinglar, bitta tahlil qilamiz. Demak, plus minus tomonlari haqida. Xo'p, yangi formatni, demak, so'zlar o'zgargani yo'q, demak, ko'pligida muammo yo'q. Faqat bitta minus narsa, bitta mavzuda 2 kishiga xat yozish kerak. Bitta mavzuda 2 kishiga xat yozish bu birinchi minus. Nima uchun? Chunki o'sha ideya sal yetmay qolishi, boshlashligi mumkin. Bitta mavzuda 2 kishiga yozishingiz kerak bo'lgandan keyin o'sha birinchi yozgan mavzuyingizga yana yaqin mavzu yozib qo'yib qo'yishingiz mumkin-da. Ya'ni bergan narsangizni qaytarib qo'yish ehtimoliniz kattaroq bo'lmasligi kerak. Ya'ni bitta mavzuda 2 kishiga yozgandan keyin ikkalasiga 2 xil mavzu bilan 2 xil yondashuv approach qilishingizga majbur bo'lasiz va bu bizga tug'diradigan birinchi muammo. Xo'p, plus tarafi so'zlarimiz naborot bizga osonlashdi. Sizlarga qiyin 250 so'z emas, oddiygina mavzu bo'yicha o'zingizni shaxsiy fikringizni so'rayapti. Ya'ni bu essayda emasda, qarang, discussion essay unaqa ma'lumotni bermayapti. Oddiy fikr berilyapti-da, shu bo'yicha o'zingning fikringni yoritib ber deyapti. Katta ehtimol bilan bu bizda bo'lishi mumkin bo'lgan ikkinchi plus taraf. Xo'p, keyingi minus narsa, bizda bullet pointlar yo'q. Demak, endi bullet pointlarsiz aynan letterimiz nimalarni ichida tashkil topishi mumkin ekanligini tushunishga qiynalishimiz mumkin. Lekin sizga vaziyatni to'liq tushuntirib beryapti. Demak, mana shunaqa holatdasiz. Demak, yopilyapti bir oyga va menejer u uchun sizga xat yozdi. Siz unga javob xati yozishingiz kerak. Xatingizda mana shu narsalarni bering deb o'zi menejer o'zi so'rayapti. Ya'ni fikringizni bilmoqchiman, nimalarni o'zgartiramiz va qanaqa alternativlar qilsak bo'ladi bir oylik vaqtda. Qarang, o'zi so'rayapti. Ya'ni bullet point endi savolni o'zini ichida bo'libdi. Bu bizda ikkinchi plus taraf. Ya'ni ortiqcha tushunishga katta muammo ketmaydi. Xo'p, keyingisi, demak, 3 ta bo'lgani uchun ko'pchilik endi hozir miqdordan qo'rqib, 3 tasi baribir kam bo'lgani bilan, to'g'ri bir xil so'z boyligi bir xil bo'lgani bilan, lekin qiyin deb o'ylashi mumkin miqdor jihatdan, lekin naborot bu narsa bizda soddaroq bo'ladi. Va oldingiga o'xshamagan holatda baholash tizimlari o'zgarishi bitta minus bo'ladi, lekin oldin ham bizda aynan mana shu so'zni ishlatsang zo'r ball olasan degan tushuncha yo'q edi. Ya'ni bu unchalik ham o'zgartirish baribir bo'lmas ekan. Demak, bu bizda keyingi plus taraf. Tushunarli?
Ya'ni oddiy til bilan aytganda part 1 is oldingiga qaraganda sal murakkab joyi bitta mavzuda 2 kishiga yozish kerakligi. Chunki o'sha aytganimdek, birozgina bizada nima bo'ladi? Birozgina bizada o'sha qiyinroq bo'ladi, mavzusi bitta bo'lganligi uchun. Tushunarli? Xo'p, endi qachondan o'zgaradi deyapsizlar ko'pchiliginglar. Qachondan o'zgaradi? Okay. Endi katta ehtimol bilan bu narsa уже baholash tizimida ham aytib o'tildi. Yangi testlarda mutlaqo o'zgaradi keyingi darsda. Keyingi demak imtihondan, sorry, keyingi imtihonda точно o'zgaradi. Keyingi imtihonda o'zgarib ketadi. Keyingi imtihon qaysi sanaga to'g'ri kelsa, hali kunlari chiqmadi-ku, kunlari ham chiqadi. Kunlari ham chiqadi. Kunlari chiqqandan keyin o'sha qaysi sanaga to'g'ri kelsa, o'sha vaqtdan boshlab o'sha birinchisidan o'zgaradi. Lekin sizlarni bitta уже plyusinglar xudo ligotasi bor student sizlarda, chunki bitta zo'r tarafi sizlarga katta plyus hali birinchi marta bo'lgani uchun unchalik sirik baholanmaydi fikrimcha aytganimdek. Chunki hali o'zi bitta bizada namuna yo'qda. Hali bitta mana shunaqa bo'lsa zo'r bo'larkan degan narsa yo'q. Hali unchalik ham masalan as bo'lib ketgani yo'q ko'pchilik. Zo'r yoza oladi deb o'ylamaymiz. Shu bizada keyingi tomon hisoblanadi. Shuning uchun ham demak bu joyda e'tiborli bo'lishingiz, to'liq tushunishingiz, nima ketyapti, qanaqa ketyapti va nimalarga e'tiborli bo'lish kerak ekanligini tushunib olishingiz kerak. Shunda qiynalmaysizda, ya'ni anchagina oson bo'ladi. Endi bizada bitta test haqida tushuncha beray. Test essay yo'q ekan. Demak, nima qilinadi ustoz deyishinglar mumkin. Test uncha tushunmadinglar. Tushuntirib o'taymi qisqacha? Essay turlari endi nima bo'ladigan bo'ldi? Qanaqa bo'ladigan bo'ldi? Xo'sh? Xo'sh, okay. Demak tushunamiz. Kerakli ma'lumot, okay. Yaxshi. Academic writing yozmaymizmi? Yes, bularni ham hozir tushuntirib beraman. Endi kelinglar sizlar bilan demak test o'zgarish haqida gaplashamiz. Test o'zgarish haqida gap ketganda, endi siz demak buni o'ziga yarasha o'zgarishi bor ekanligini o'zi tushundingiz. Test o'zgarishda bizada online discussion berilyapti. Ya'ni endi katta ehtimol bilan siz 6 ta essay turini o'rganishga majbur bo'lmaysiz. Ya'ni buni bitta zo'r va plus tarafi, demak 6 ta siz yangi masalan essay turini o'rganishga majbur bo'lmaysiz va bu bizada bo'lishi mumkin bo'lgan bitta zo'r tarafi va academic yoki mana bunaqa rasmiy unaqa narsa yo'q. Rasmiy bo'lishi aniq, ya'ni rasmiy bo'ladi, конечно, chunki уже writing, lekin qarang siz o'zi til o'rganayotgan insonsiz degan joyini aytib ketdida. Ya'ni nima dedi? Demak siz language o'sha discussiondasiz. Demak unchalik ham rasmiy bo'lmas ekan katta ehtimol bilan. Ya'ni bu narsa speakingdagi o'sha bizani part 3 o'xshab ketadi. Tushunarli? Ya'ni bizani o'sha speakingdagi part 3 o'xshab ketadi. Faqat 3 tomonini endi sizga berib qo'ymaydi-yu, lekin mavzuchani plus minus tomonini yoritib berasiz-ku. Ya'ni unisi yaxshimi, bunisi yaxshimi deyapti. Menimcha endi u yaxshimi, bu yaxshimi yoki mana bu afzalroqmi yoki bumi degan savollar tushsa, endi ma'lumotni o'zinikini berib ketasiz. Yangi versiyada katta ehtimol bilan savol turlari orasida essay turlarini o'rganish katta ehtimol bilan kerak bo'lmaydi. U yerda online discussion deyilyapti. Online discussion bo'lgandan keyin speaking part 3 ga o'xshab ketadi. Speaking part 3 ga o'xshab ketgandan keyin siz nimadir, demak, to'liq yoritib ifodalab berishingiz kerak bo'ladi, lekin u unchalik qiyin bo'lmaydi. Ya'ni siz asosiy o'sha e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan tomonlari demak part test kutuvda
sorry, test 2'da, part 2'da, test 2'da, test 2'ni to'g'ri daraja C1. Lekin qarang, bu yerda foreign post yoki blog post deyapti. Ya'ni uni siz boshida main body nimalarni qismlarni yozasiz, lekin oldingida there is ongoing debate about masda sal soddaroq tarzda ifodalab ketar ekansiz. Kompyuterga emas, varaqni o'ziga yozasiz. Ya'ni u bo'yicha hech qanaqa bir muammo bo'lmaydi. Post yozasiz, tushunarli. Xuddi mana Telegramda postlar yoziladigan maqolalarni ko'rgandirsizlar. Essaylardan farqi borda maqolalarni xuddi shunaqa maqola shaklida berib ketilinadi. Ularni o'rtasida katta hech qanaqa farqi bo'lmaydi. Ya'ni maqola deganda professional maqola sizdan kutilmaydi. Yana bir bor takrorlayapman. Professional maqola sizdan kutilmaydi. Bu yerda biz post yozishimiz blog post yoki mana blog post or article, blog post yoki article bo'ladi. Demak, bu bizdan uncha qiyin bo'lmaydi. Nasib bo'lsa, o'zi oson tushunib olasizlar. Prosta o'zingizda bo'lgan fikrlarni yoritib, yaxshilab ifodalab berish orqasidan, demak, siz fikrlarni yoritib ifodalab bera olishingiz mumkin bo'lar ekan. Sizdan so'ralayotgan yagona narsa esa reasonlar bilan, examplelar bilan ifodalab bering. Ya'ni, qaysidir mavzuda o'zingizning shaxsiy fikringizni xuddi mana matn yozganda yozib berasiz, bo'ldi. Ya'ni unchalik bir insholi degan qo'rqinchli joyi o'zi ketibdi. Menimcha test ancha yengillik bergan sizlarga, boshqasiga qaraganda test anchagina yengillik bergan. Lekin bu yerda mana qarang, o'sha mantiqdan ketsa, boshida aytasiz, mana bunaqa mavzu ekan, lekin meni fikrimcha bu yaxshi deysiz. Ya'ni introduction o'zi boshida xuddi oldingisigidek bitta mana shuni yozib tushuntirib bering. Demak, boshida intro точно bo'ladi, chunki o'zi intro bilan sekin kirib borasiz. Demak, mana shunaqa mavzu. Demak, meni fikrimcha shaharda yashash ko'proq foydaliroq. Ya'ni meni fikrimcha yoki masalan qishloqda yashash ko'proq foydaliroq, ko'rdingizmi? Demak, bizda mana shunaqa shaklli ifodalab berilar ekan. Xo'p, endi bundan tashqari yana nima beriladi? Demak, introduction точно bo'ladi. Keyin main body ham bo'ladi, faqat turi o'zgaradi. Tur emas, endi u shakllarida sal yengillik bo'ladi. Main body deyarli bo'ladi, chunki nima uchun bunga qo'shilganligingizni endi faqat o'zi qo'shilgan tarafga yoritib berasizda, qo'shilmagan tarafni ham bitta main bodyga qo'shib yuborishingiz bo'ladi, lekin oldingisiga qaraganda soddaroq va kamroq bo'ladi. Masalan, bu fikrga men qo'shilaman, chunki mana bunaqa plus taraf bor. Masalan, mana bunaqa deysiz, bo'ldi. Ja, unchalik cho'zib yotish shart emas. Yoki masalan, men bu yerda yashash afzal ko'raman, chunki mana bunaqa tomon bilan yoqadi. Birinchi sabab mana bu deysizda ifodalab berasiz. Ikkinchi sabab mana bu deysizda bitta example berasiz. Bu tamom. Shu bilan tugaydi. Ya'ni unchalik bir uzun bo'lib 250-300 ta so'z bilan ifodalab bermaysiz. Oldingisiga qaraganda anchagina oson bo'lar ekan. Tushunarli? Blog posti, article ketadi. Article o'qigansizlar katta ehtimol bilan. Lekin bu yerda main bodydan tashqari conclusion ham bo'ladi. Conclusion ham bo'ladi. Ya'ni xulosangizni berishingiz kerak edi. Baribir xulosa qilib aytganda siz qaysini afzal ko'rdingiz? Qaysi biri demak yaxshiroq ekan? Baribir xulosa berilishi kerak. Xulosada mana shu qismda ifodalab beriladi. Iloji boricha e'tiborli bo'linsa, shunchalik bu sizga oson bo'ladi. Tushunib olishingizga ham, ma'lumotlarni berishingizda ham, ya'ni juda oson va oddiy tarzda ketadi. Ya'ni muammo bo'lmaydi tushunishda, ifodalashda katta muammo bo'lmaydi. Oson shakli mana shu. Bo'ldi. Ya'ni unchalik qiyin bo'lgan narsa bizada yo'q, tushunyapsiz-a? Xo'sh. Okay. Yana qanaqa savolinglar bor yangi format bo'yicha? Kommentariyada yozinglar-chi. Kirish qismini qanday yozsa bo'ladi? Zo'r struktura sample ko'rsatib bera olasizmi? Xo'p, demak, masalan, endi yozish qismini boshlamoqchi bo'lgan paytingizda unchalik qiyin bo'lmaydi. Ya'ni oldinga qaraganda bu yerda mana bunaqa mavzu bor. Mana buni mana bu menimcha zo'r yoki mana bu menimcha yaxshi emas degan narsa beriladi. Ya'ni umuman bitta struktura точно yo'q. Qaranglar. Endi sizlarga bitta narsani aytay. Oldin to'g'ri, test qiyin edi, essay yozish kerak edi, qiyin edi. Lekin endi qiyin emas-ku, shunga ham cheating qilib qanaqadir strukturalar qidirmanglar. Endi naоборот, mazza qilib kreativ yondashsangiz bo'ladi. Lekin qaranglar, o'sha ajratiladigan vaqt 1 soatmi yo yo'qmi, oshganmi, tushganmi, bu haqida gap umuman bermabdi ma'lumot. Lekin mana shu menimcha berilishi kerak edi. Mana shu berilishi kerak edi. Xo'p, yana qanaqa savollar bor?
Xo'sh, tushunarli. Demak, yangi formatda tushunishiga qanaqa bo'lishini o'zi tushundinglar. Yaxshi. Demak, har doimgidek kontent, organizatsiya, til va kabiga qarab baholanadi. Tak, hali boshqa ma'lumot chiqmabdi. ChatGPTda ham hali unchalik bizda ma'lumot chiqmabdi. Lekin zo'r tarafi qaranglar, shablonlarni endi unutasizlar-da, zo'rda. Cheating qilmaysizlar, chunki maza qilib yozsa bo'ladi-da endi. Endi bemalol, masalan, there is ongoing debate about deb qiynalib yozish shart emas-da. O'zingiz endi bemalol yondashsangiz bo'ladi. Masalan, mani fikrimcha, masalan, ikkita bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan fikr menga berilibdi. Lekin mani fikrimcha, it's my opinion, yes, I would rather bilan yozsangiz bo'ladi yoki masalan yozma shaklida writingga mos usulda. Ya'ni mana buni afzal ko'rgan bo'lardim yoki buni afzal ko'rgan bo'lardim degan shakl bilan birgalikda ifodalab berasiz. Ya'ni bu test ustidagi o'zgarish menga juda yoqdi haqiqatdan. Ya'ni paraphrase qilishingiz, undagi narsalarni o'zgartirish yo'q, kerak emas. Qarang, o'zi paraphrase qilinadigan joyi o'zi yo'q-da. It's better yoki yo'q deyapti. Endi buni o'zingiz xohlasangiz qilib olasiz, uncha qiyin ham bo'lmaydi. Men buni prefer qilaman, uni prefer qilaman, lekin qaysini afzal ko'rishingizni direct answer har doimgidek точно baribir berilishi kerak, tushundinglar? Lekin oldingidek introduction, main body, conclusion qismlarga bo'linib ketilaveradi. Tak, demak ma'lumotlar tushunarli bo'lgan bo'lsa, hop, kompyuter yoki paper bo'ladi. Hop, essayni turlarini g'ijillab o'rganish yo'q bo'lgani zo'r bo'pti. Yes, zo'r bo'ldi. Boyagi ko'ksingizga shamol tegdi deydi-ku, xuddi shunaqada. To'g'ridan to'g'ri in my opinion deb bersa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Eplab ketaversangiz bemalol ifodalasangiz bo'ladi. Ekzamen bo'ladimi sentyabrda? Yes, sentyabrdan boshlansa, endi oktyabr debdi nimagadir bu yerda. Sentyabrda yoki oktyabrdan bo'ladi-da. Essay qoliplarini unutinglar endi. Mazza qilib, o'zinglar bemalol, ko'ngilda kreativlikni ishga solib, mazza qilib yozsa bo'ladi. Kreativlik bilan birgalikda muammo bo'lmaydi tushuntirishda. Tushunishda muammo bo'lmaydi-da. Yaxshi yoritib bersanglar, o'zi unchalik ham qiyin bo'lmaydi. Ya'ni letterlarning ham uncha o'zida farqi bo'lmayapti. Faqat qisqartirilgan shaklda, xuddi o'sha salomlashish, main body'lari oxirida tugatishlari bo'ladi. Masalan, o'sha your sincerely, Aziza, mana shunaqa joylari bo'ladi точно. Masalan, ma'lumotlarni berasiz, birinchi kirish qismi bo'ladi. Faqat qisqaroq, uzoqdan olib kelmaysizda, qisqaroq birdan konkret ifodalab ketasiz. Menga yangiliklarni masalan aytganingiz uchun rahmat avvalambor. Chunki bu narsa anchadan beri kutilayotgan edi va bu narsa juda ham zo'r. Avvalambor sizga omad tilayman yangi o'zgarishlarda va mana bunaqa narsa deb ifodalab berasizlar. Ko'rsatganlaringiz faqat savol turimi yoki javoblari ham shu yerdami? Yo'q, savol turlari hali javoblari chiqmadi. Letter turini o'rganamizmi? Letter turi yo'q, endi unutinglar, letter turi ham yo'q endi. Faqat rasmiy, norasmiy bor. Faqat rasmiy va norasmiy bor, katta ehtimol bilan. Qarang, ma'lumotda chunki letter turi haqida, lekin bu yerda birorta ham narsa ketmadi. O'sha menimcha katta ehtimol bilan yo'q bo'ldi. Letter turlari ham, essay turlari ham, advantage, disadvantage, essay, boyagi resignation letter ular вообще yo'q bo'ldi. Endi maza qilib yozasizlar. Okay, yaxshi. Tushunarli bo'ldi. Maksimal 75 ball beradi. Doimgidek sizga, demak, ifodalab yoritib berganingiz uchun maksimal 75 ballni taqdim etadi. Ifodalab berishingiz mumkin. Ya'ni katta bir muammo bo'lmaydi. Bemalol yozib ifodalab berishingiz mumkin. Muammo bo'lmaydi. Yaxshi. Demak, tushundinglar? Xo'p, savollar bo'lsa, bemalol. Kechgacha azobdorlarni o'ldiraman. Ancha oson bo'pti lekin sizlarga. Ko'ksingizga shamol tegdi aytganimdek. Xo'sh.
Demak, overall xulosa beriladigan bo'lsa, xulosamiz demak ancha oldingi formatga qaraganda oson va tezroq va nisbatan tezroq demak tayyorlansa bo'ladi. Demak, masalan, yangi narsa-ku, sizlar o'ylashingiz mumkin-da, 1,5 oyga bu narsani o'zlashtirib yangi narsani qila olamizmi deyishingiz mumkin. Umumiy xulosamiz. Demak, tushundinglar, menimcha nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, demak, qanaqa bo'lishi kerak edi, bular menimcha tushunarli bo'ldi. Yaxshi. Ancha oldingi formatga qaraganda demakki osonroq ekan. Maza qilib tayyorlaninglar. Sizlar uchun yengillik bo'libdi, sentyabr-oktyabrchilar uchun. Xo'p, hali yana bu haqida ko'p yangiliklar chiqadi. Hali bori shu. Birdaniga tushunishingiz uchun o'tib tashladik. Chunki уже e'lon qilingan vaqtidan toki hozirgacha hamma shu bo'yicha o'zi internetda shu aylanib yotibdi-da. Shuning uchun ham tushunishingiz uchun dars o'tib berildi. Hali bu bo'yicha yana ko'p manbalar chiqadi. Ko'rib chiqib o'rganib ketaverasiz. Ya'ni bo'lmaydi nasib bo'lsa. Yaxshi. Demak, tushunib oldinglar, yangi formatda qanaqa bo'larkan, nima bo'larkan, qay tarzda ishlatilarkan, demak, qay tarzda bo'lib ifodalanib ketililarkan. Endi letter frazalarni o'rganib, nimadirlar qilib qiynalish shart emas. Ancha oson va oddiy tarzda tayyorlanib, o'rganib ketsangiz bo'ladi. Sentyabr o'zida nasib bo'lsa bittada zo'r tayyorlansangiz bo'ladi. Endi oylab, yillab writing yozolmayman deb qayerdandir qimmat shablonlar sotib olish umuman shart emas. Bemalol maza qilib o'qinglar endi. Xo'p, demak, ajratgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Darsimiz qanaqa bo'ldi? Zerikib qolmadinglarmi? Kommentariyga yozinglar-chi. Tushunarli bo'ldimi? Zerikib qolmadikmi? Yaxshi. Okay, ajoyib. Yaxshi. Demak, foydalangan bo'lsangiz, darsimiz sizga biroz bo'lsa ham yangi formatni tushunishingiz uchun yordam bera olgan bo'lsa, demak biz juda ham xursandmiz. Katta ehtimol bilan bu o'zgarishlar biz uchun foyda olib keladi. Faqatgina ulardan to'g'ri tarzda foydalana olsak. Shuning uchun ham bularni amaliyotda qo'llashga harakat qiling. Ancha oldinga qaraganda oson, ancha omadli ekansizlar. Iloji boricha yaxshi tayyorgarlik qilinglar. Nasib bo'lsa zo'r natija olasizlar. Va sentyabr-oktyabrga topshirib yuborsanglar, katta ehtimol bilan fikrimcha ancha oson bo'ladi. O'sha aytganimdek, hali qattiqqo'llikni qo'lga olmagan bo'ladilar-da, o'sha payt ancha oson bo'ladi. Tak, hammaga qatnashish uchun kattakon rahmat. Ajratgan 1 soat vaqtingizga rozi bo'ling. Darsimizga qatnashganingiz uchun, darsimiz fikrlaringizni bemalol kommentariyada qoldirsangiz bo'ladi. Yangi format, darsimiz tushuntirish haqidagi fikrlaringiz. Demak, kursga yozilish uchun mana shu kursga ro'yxatdan o'tish ko'k yozuv ustiga bosib, Otabek Sa'dahmadovich bilan bog'lanasizlar va o'zlari sizlarga yangi format, yangi kurs haqida ma'lumot berib o'tadilar. Kursga yozilish uchun mana shu ko'k yozuv ustiga bosib, hozir bu yerdan ko'rsataman. Ko'k yozuv ustiga bosib, Otabek Sa'dahmadovich bilan bog'lanasizlar va o'zlari ma'lumot berib o'tadilar kurs haqida. Kurs nasib bo'lsa sentyabr-oktyabrchilar uchun tayyorgarligi zo'r imkoniyat bo'ladi. Yangi format ham qo'shiladi endi bugundan. Zo'r tayyorgarlik qilish boshlanadi. Ancha oson, kursiligi shamol degan hisobga oladigan bo'lsak, endi siz uchun writing juda bir olishga qiyin bo'lgan narsa bo'lmaydi-da, nasib bo'lsa osonlashadi ancha. Kursga yozilish uchun esa ko'k yozuv mana shu ustiga bossangiz, admin bilan bog'lanasiz va kurs haqidagi ma'lumotlarni so'rab bilib olsangiz bo'ladi. Kurs har kuni soat 9 da, demak har kuni bo'lib o'tadi soat 9:00 da va nasib bo'lsa natijaga chiqishingiz kafolatlangan